Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Hammada kayfiyat qordek ajoyibmi? Bugun bitirgan sumkamni ajoyib tarzda sizlarga obzor qilib beramiz. Oyim, qizim, ishim menga yoqdi. Yur chiroyli qilib reklama olib beraman deb qoldilar. Juda xursand bo'ldim, chunki oyim juda qattiq qo'llar. 7-sinf bo'lsam ham darslarimni tekshiradilar. 5 yildan buyon televizor ko'rsatmaydilar. Bunday jiddiy onadan e'tirof eshitish ham katta xursandchilik. Xullas biz dala tarafga chiqib sumkamni videoga oldik. Azizlar, bu ishimni siz qanday baholaysiz? Kommentariyada yozib keting. Like tugmasi va obuna bo'lishni unutmang.